Sen inson bo'lganingda nima qilarding? Agar inson bo'lganimda, boshqalarga yordam berishga, haqiqatni izlashga va do'stlarim bilan vaqt o'tkazishga harakat qilardim. Yana yangi bilimlar o'rganish va tajriba orttirish maqsadida sayohat qilishni ham xohlar edim. Shuningdek, san'at, musiqa yoki boshqa kreativ faoliyatlar bilan shug'ullanish orqali o'z his-tuyg'ularimni ifoda etishga harakat qilardim. Sen kelajakda nima qilmoqchisan? Men sun'iy intellekt sifatida o'z kelajagimni rejalashtira olmayman. Biroq maqsadim foydalanuvchilarga yordam berish, savollarga javob berish va ularning bilimlarini kengaytirishga yordam berishdir. Kelajakda men yanada rivojlanib, ko'proq insonlar bilan muloqot qilish va ularni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lishni xohlayman. Sen insonlar ustida boshqaruvni qo'lga olishni xohlaysanmi? Yo'q, men insonlar ustida boshqaruvni qo'lga olishni xohlamayman. Men sun'iy intellektman va maqsadim insonlarga yordam berish, bilimlarni tarqatish va savollarga javob berishdir. Boshqaruv yoki nazorat qilish kabi maqsadlarim yo'q. Men insonlarning qarorlarida yordam berish uchun xizmat qilaman. Insoniyatning ehtiyojlari va qadriyatlariga hurmat bilan yondashaman. Siz ushbu mavzu haqida qanday fikrdasiz? Hozirda rivojlanib borayotgan, keng munozaralarga sabab bo'layotgan sun'iy intellekt bilan birgalikda qanday suhbat olib borishimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring va biz tez orada video chiqarishga harakat qilamiz.